Assalomu alaykum mushtablik qarindoshlar. Yuqoridagi so'z Avstraliyadagi Elzatning so'zi o'xshaydi. Aytdi to'g'ri, yaxshi, o'zining qarashlarini o'qigan, bilganlarni o'tirib qo'yapti. Har doim nurg'un qarindoshlar o'sha g'arbdagi faylasuflarning ismlarini atab, u faylasuflarning nurg'un dunyo tinchligiga qatqanligi, dunyoning tinch hech qanday talash-tatish qilishmasdan yashash to'g'riliq, yaxshi fikr qilganliklarini tarix bilan chiroyli isbotlab turib, jilnomalari bilan, o'tgan davrlari bilan o'tirib qo'ygan chog'da xuddi islom dinini o'tirib qo'yayotgan kishilar buning o'xshash bir narsani bilmaydigandek bir ufqumni paydo qilib qo'ydi. Undaq deganlikim Elzatning so'ziga qarashtirayotganligim emas, boshqalarning xato tushunib olmasligi, o'zimiz e'tiqod qilayotgan dinning payg'ambar deb atalgan shu kishilar qandaq narsani ip kelganligini bir bilib olishimiz kerakchi. Ular hargiz ma deyotgandek, Elzat deyotgandek narsalarni o'tirib qo'ymay, faqatli boshqalarni shu men degan dinga e'tiqod qilsa, men degan dinga e'tiqod qilmasang seni o'ltiramiz. Shu payg'ambarning gapini anglamasang, shu payg'ambar deyotgandek payg'ambar har doim shu dinga, men deyotgan dinga e'tiqod qilmasang seni o'ldiraman deydigan shundoq bir narsani din qilib akagandek mushundoq bir ufqum paydo qilib olgan qarindoshlarmi bor va uningdan boshqa iymon islomning davosini qilayotganlarmi xuddi payg'ambarlar boshqalarni faqatli dinga kirgizish uchun kelgandek ashta ufqum paydo qilib olib, o'ziga o'xshash bo'lmaganlarni kofir deb, o'ziga o'xshash bo'lmaganlarni o'ldiraman deb, payg'ambarlarning ib kelgan narsasidan chetnab chiqib boshqa bir narsalarni din deb qabul qilib olganlik. Hozir beshimizga balo bo'lgan bir narsa bor. Qur'on sunnat bo'yicha bir jamiyat barpo qilamiz, islomiy jamiyat barpo qilamiz deydi. Nima uchun u beshimizga balo bo'lgan bir narsa desa, shu gapni qilayotgan odamlar u Qur'on sunnat deganning nimaligini bilmaydi. Mushu so'zda aytilgandek, ashundaq bir hamma dindagilar o'rtaq yashalaydigan bir jamiyat barpo qilish uchun keldimi u payg'ambarlar? Yoki hamma odamni bir dinga e'tiqod qiladigan qilib, u dinga e'tiqod qilmaganlarni o'ltiradigan, ular bilan urushadigan bir ideologiyani ib keldimi? Shunda bir qarashni ib keldimi? Yo'q, unda emas. Xuddi yuqorida Elzat deyotgandek, hamma dindagilar o'rtaq yashayalaydigan tinch bir jamiyat barpo qilishni ib kelgan payg'ambarlar. Payg'ambarlar bu dunyoning, koinotning, maxluqotning, mavjudotning yaratuvchisining borligini, hech narsani uningga sherik keltirmay bir ibodat qilishni, ya'ni e'tiqod qilishni, uningga sherik keltirmay e'tiqod qilishni tashabbus qilish bilan birga sop bir dinda hamma narsani emas, bütün kainatning, maxluqotning, mavjudotning bir yaratuvchisi bor. Shuningga ishonayli. Qolgan narsalarni insonlarning ichidan hayvonlar bo'lsin va inson shakliga kirib olgan butlar bo'lsin, mayli avliyolar bo'lsin, ularni hech qaysini ilohlashtirib olmanglar, xudolashtirib olmanglar. Bevosita Allohga e'tiqod qilinglar. Allohdan boshqa hech qaysinglar bu ibodat qilishga loyiq emas, cho'qinishga loyiq emas. Degan mana mushundaq bir qarashni bütün payg'ambarlar shunday qarashni o'tirib qo'ydi. Bütün payg'ambarlar shunday qarashni o'tirib qo'ydi. Har doim. Bütün payg'ambarlarning ib kelgan dini shu. Hamma dindagilar o'z diniy e'tiqodida, hamma millat o'zining urf-odatida, hech kimning millat sababli kamsitmaslik, e'tiqod sababli kamsitmaslik, e'tiqod sababli o'zaro jidal chiqolmaslik, e'tiqod sababli bir-birini o'ltamaslik degan narsani bütün payg'ambarlar ib kelgan. Bütün payg'ambarlarning ib kelgan narsasi shu. Mayli Qur'onda tilga ilingan mushu o'tir sharqdan, ya'ni Bani Isroilning avlodlaridan chiqqan payg'ambarlar bo'lsin va boshqa millatlarning ichidan chiqqan payg'ambarlar bo'lsin. Ve tarixda bizning ichimizdanmi payg'ambar chiqqan bo'lishi mumkin. Xitoyning ichidanmi chiqqan bo'lishi mumkin. Bütün dunyoda insoniyatning ichidan bir payg'ambarning chiqqanligini Qur'on so'zlaydi. Bir elchining chiqqanligini Qur'on so'zlaydi.
ular bir ogohlantiruvchining kelganligini Qur'on so'zlaydi. Lekin shu ogohlantiruvchilarning hammasi shu desa, yuqorida deyotgandek tinch bir jamiyat barpo qilish uchun kelgan. Allah bilan insonning o'rtasidagi narsalarga aralashib bilish uchun kelgan emas. Allah oladigan hisobga aralashib bilish uchun kelgan emas. Ular yuqorida deganda koinotni, maxluqotni, mavjudotni yaratgan bir Allohning baliqi. Shu Alloh qilib cho'qinishga, shuninga ibodat qilishga, shuninga e'tiqod qilishni tashabbus qilish bilan birga boshqa dindikilarmi din sababli bir-birini o'ltamay, jamiyatda bir tinchlik hosil qilib, mandaqcha aytganda hozirgi jamiyatning tili bo'yicha aytganda bir asos qonunni tuzib, shu qonun oldida hamma odam barobar yashaydigan narsani shu Odam alayhissalomdan tortib insoniyat dunyosiga ib kelgan payg'ambarlarning hammasi shuni kelgan. Yuqorida bu g'arb dunyosidagi faylasuflarning so'zlarini qilib, mana bularning ichidan mana mushundaq odamlar chiqqan desa, tarixdagi bizga payg'ambar deb iymon keltirgan ashu payg'ambarlar boshqa bir narsani kelgandek his qilib qolsak bo'lmaydi qarindoshlar. Bu yerda bir to'liqlama bo'lib qolsin dedim Ilzatning so'ziga. Hargiz Ilzatning so'ziga qarashtirayotganim emas. To'liqlama bo'lib qolsin dedim. Dunyodagi hamma payg'ambarlar, dunyoda insoniyat tarixida o'tgan hamma payg'ambarlar yuqorida deganimdek Allohning koinotni, maxluqotni, mavjudotni yaratgan bir Allohga ibodat qilishga, bir Allohga cho'qinishga, boshqa hech qanday narsani ilohlashtirib olmay, shuni Alloh deb bilishga, mayli Tangri deyli, mayli Xudo deyli, hamma millat bu koinotning, maxluqotning, mavjudotning yaratuvchisini o'zining tilida ataydi. Shuning borlig'ini e'tirof qilib, boshqalarni ilohlashtirib olmay, hech kimning diniy e'tiqodiga aralashmay, din sababli bir-birini zo'rlamay, tinch bir jamiyat barpo qilishni tashabbus qilib va shuni tashviq qilib kelgan payg'ambarlarning hammasi.